Assalomu alaykum. Qarasam, kutish bilan juda ham ko'p vaqtim o'tib ketar ekan. Shuning uchun kelaylik, shu eng ko'p vaqtim o'tadigan joy mashinada shu videolarimni ola qolay dedim va shunga qaror berdim. Eng birinchi mavzuyim kitob o'qish haqida bo'ladi. Bolalarni qanaqa qilib kitob o'qishga qiziqtira olamiz degan savollar menga ko'p beriladi. Chunki biz har oy kitob olamiz, har oy bolalarim kitob o'qishadi, tugatishadi. Bir chamadon kitobim turibdi, jiyanlarimga olib ketaman. Bolalarim o'qigan kitoblarni jiyanlarimga beraman va ular o'qishadi xullas. Hozir bir chamadon yig'ib qo'yganman, borganimda olib boraman xullas. Qanaqa qilib qiziqtirganman? Eng birinchi men aslida kichkinaligidan qiziqtirib borganman, lekin katta yoshdagi bolalarni ham qiziqtirib olsa bo'ladi degan fikrdaman. Qanaqa qilib? Birinchi bo'lib bolalarni kutubxonaga yozdirasizlar. O'zini xohlagan mavzusida yoki muqovasiga qarab, chiroyli muqovalar ham o'ziga jalb qiladi, tortadi. Muqovasiga qarab o'zinglar emas, o'zligi tanlab olishadi. Tanlashda maslahatchi bo'lasizlar. Undan keyin buni odat tusiga aylantirish kerak. Kutubxonalar adashmasam bizning tarafda 15 kunga beriladi. O'zbekistonda bilmayman, balki bir oyga berilar. 15 kunda o'qib, uni ozgina fikr almashib, nima haqidaligi haqida suhbatlashib, keyingi kitob olish kunini belgilab olsanglar, nur ustiga Alloh nur bo'ladi. Biz shunaqa boshlaganmiz. Agar eslasanglar, Instagramda qo'yganman. Bizda Uskudarda sohilda kutubxona bor. Undan keyin uyimizni tagida juda ham katta kutubxona bor, vobshe katta. O'sha yerga Yusuf haligacha tushib turadi. Zaynab Nur bilan Esma Nur esa bolalar kutubxonasiga olib borardim. U juda ham kichkinagina, lekin juda ham shiringina kutubxona. Shunda Uskudarda jomi bilan yonma-yon katta panoramli oynalaridan juda ham chiroyli manzaraga ega. O'sha yerda kitob o'qisa bo'ladi, o'tirib o'qisa bo'ladi yoki uyga olib ketsa bo'ladi. Xullas o'sha yerda vaqt o'tkazgan holda kitoblar olardik. Bolalar o'qishardi, o'qiy olmasa uyga olib kelardik. Va har doim men o'tirib bularga kitob o'qib berganman. Bolalarimga har doim 5-10 daqiqa vaqt ajratib kitob o'qib berganman. Haligacha Zaynab bir kitob ko'tarib keladi yonimga, shuni birga o'qiylik deb dangasa, o'zi zo'r o'qiydi. Kitobni o'qish qoidalariga amal qilgan holda o'qiydi, chunki men shuni o'qiyman va u unga o'rgangan. Ya'ni rollarga kirishib o'qiyman. Masalan, ajdarxoni anaqasi kelganda ajdarxo bo'lib beraman, tulki bo'lsa tulki bo'lib beraman. Xullas, babushka bo'lsa babushka bo'lib beraman. Rolga kirib o'qiyman-da, xullas mana shunaqalar qilib o'qib berganim uchun ifodali o'qish, rolga kirib o'qish bo'lgani uchun Zaynab Nur ham xuddi shunaqa o'qiydi. O'zini hattoki sinf kitoblarida yozilgan matnlarni ham savolli bo'lsa, bir savol ifodasini chiqarib o'qiydi, nuqtali yoki undov ishoratli bo'lsa, mana shunaqa ma'nolarda o'qiydi. Xullas, Esma Nur bilan Yusuf ozgina ichida yashaydigan bolalar va ular unaqa tashqariga emotsiyalarini chiqarish olmaydi, lekin Zaynab Nur hamma emotsiyasini tashqariga chiqaradi va ko'rsatadi. Oldin kutubxonalardan olardik. Bora-bora bolalarni bu sal qiynab qo'ydi, chunki uni muddati bor, lekin bolalarni maktabi boshlangan va hamma darslari bilan birga kitob o'qish sal, ya'ni kunida o'qib yetkazib berish sal qiyin bo'lgani uchun biz kutubxonalardan chiqib kitob sotib olishni boshladik va hozirgi kunda har oy kamida 3-4 ta kitobdan olishadi. Buni men ko'pincha storieslarimga qo'yaman Instagramda. Bolalarim hozir o'zi xohlagan mavzuda, xohlagan kitobini tanlab olishadi. Men faqatgina to'lov qismida bor bo'laman, qolganini o'zligi qaror berishadi. Zaynab Nur ozgina qiynaladi, ba'zan kerak emas narsalarni tanlab qo'yadi va kitob tanlayotganda обязательно men kichkinaroq yoshligida kitoblarni ichini bir ko'z yugurtirib chiqaman, chunki ba'zi kitoblarda agitatsiya bo'ladi, ya'ni ayniqsa Yevropa kitoblarida boshqacha narsalarga urg'u beriladi, boshqacha narsalar to'g'ridek ko'rsatiladi. O'sha narsalarga ehtiyotkor bo'lib, nimadir o'qitayotgan bo'lsanglar, olib berayotgan bo'lsanglar, bu narsalarni e'tiborga olgan holda olib beringlar. Men kitob tanlayotganda asosan turk yozuvchilarining kitoblarini tanlayman. Agar bu Yevropa yozuvchilari bo'lsa, internetdan surishtirib olaman, obdon o'zim ochib bir ikkita varrog'ini ko'zdan kechirib o'qib chiqaman. Xudoga shukr, hech kim kitob magazindan bizani haydab yubormaydi. Ancha qolib ketamiz, bitta kirganda 1-2 soatimiz o'sha yerda o'tib ketadi va bu noto'g'ri deb bilmayman. Bu juda ham to'g'ri va bolalarga mana shunaqa paytda maslahatchi bo'lmasak, qachon maslahatchi bo'lamiz? Va o'qigan, kitob o'qib katta bo'lgan bolalardan yomonlik chiqishi juda ham qiyin. Kitob o'qimagan nasldan ko'ra. Xullas, demoqchi bo'lganim, mana shunaqa o'zinglar ularga namuna bo'lib, o'zinglar ularni o'rgatadigan bo'lsanglargina, ular sekin-sekin o'rganishadi shu narsaga. Lekin kitob olib kelib qo'yib, oylarcha u yotib, esiga tushganida bitta varroqlab qo'yish bu noto'g'ri narsa. Talab qilasizlar boshida 5 varroq o'qi, 2 varroq o'qi, senga 10 minut vaqt, bo'lmasa 1 varroq o'qib kelgin desanglar,
ozgina mukofotlantirish ya'ni rag'batlantirsanglar конечно buni oshirib yubormagan holda man senga iPhone olib beraman yoki man senga kompyuter olib beraman degan holda emas, chunki iPhone ham kompyuter ham bolalarga dushman. Kitob o'qish tamoman to'xtatib qo'yishadi. Man hatto bolalarimga aytganman, 18 yoshinglargacha bizani uyga PlayStation kirmaydi deganman, chunki vaqtlarini u bilan o'ldirishlarini xohlamayman. Bunga alohida mavzu, alohida video qilaman. Xullas, kitobga keladigan bo'lsak, telefonlari bo'lsa, любой gadjet, ya'ni bu telefon bo'lsin, bu PlayStation bo'lsin, bu qo'llaridagi bizada tablet deyiladi, nima deyilardi, planshet bo'lsin. Uni vaqtini chegaralab, chiroyli qilib uni qanchalik miyaga ta'siri yomonligini tushuntirib, undan ko'ra kitob o'qish va o'sha kitob qahramonlari bilan qanaqadir o'sha dunyoga kirib ketish, tasavvur qilish va tasavvurini kengaytirish haqida ozgina suhbat qilsanglar, menimcha bolalarga ozgina bo'lsa ham foyda bo'ladi va ularni kitobga sevgisini oshiradi deb o'ylayman. Agar qo'shimcha nimalardir maslahat bersanglar, tajribali onalar, opa singillar, videoni tagida yozib qoldiringlar. Albatta bu hamma onalar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi mavzularim yana bor, xudo xolisa ularni ham har doim olib yurishga harakat qilaman, xuddi shunaqa mashinaning ichida, chunki uy ichida g'ala-g'ovur to'polon, ishxonada olib bo'lmaydi. Eng yaxshi vaqt mana shu mashinaning ichida bo'lar ekan. Mashinadan suhbatlar rubrikasi. Hammalarga rahmat, vaqtinglarni ketkazib meni eshitganingiz uchun, vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Alloh hammalarning farzandinglarni xayrli farzand bo'lishni nasib qilsin, meni ham jumladan. Va xudo xolisa jannatlarda farzandlarimiz bilan faxrlanib yuradigan maqomlarga erishaylik inshaalloh. Allohga omonat bo'linglar.